Mashina chaqirsak mana shunaqangi selofani olinmagan yangi mashina keldi. Mazza qilib ketyapmiz. Endi yana sizlarga nimani aytib bermoqchi edim. Onamni umraga ketishlarini aytib bermoqchi edim. Aytib beraman dedim. Hali ulgurganim yo'q edi. Kutilmaganda, onam uchun ham surpriz bo'ldi bu. Ajoyib voqea bo'ldi. Aytib bermasam bo'lmaydi. Ukam ayolini, Munisa qizimni onasi bilan buvlarini ukam gaplashgan, umraga jo'natish kerak bo'lgan. Ukam gaplashib berganda o'sha paytda onamga ona siz ham borgingiz keldimi deb so'rasa, onam borib kelganlar. Borib kelganlar bilan endi unaqa joylarga yo'q deb aytsa gunoh bo'ladi deb, kimni borgingiz kelmaydi bolam deyishgan. Shunga ukam menga hali uyga yetib kelmay telefon qilib, opa ayam jo'nataylik deb. Shunaqa qilib o'rtada ikkalamiz jo'natib yubordik. Ayamni borgisi keldi deb ayam aytishadi, yo'q qiladigan ishlaring ko'p, men prosta gunoh bo'lmasin deb aytdim deyishadi. Yo'q, siz borgisi kelganligi uchun aytgansiz, o'shaning uchun ham jo'natamiz dedikda. Ikkalamiz harakat qildik, jo'natib yubordik. Xudo chaqirib tursa hech narsa bo'lmas ekanda. Men ham niyat qilaman har doim borishda, lekin hali Alloh chaqirmagandir-da, hali borganim yo'q ko'p. Ukam ikkalamiz boramiz, Xudo xolasa boramiz. Ayamni shu jo'natyap turgan kunimiz niyat qildik ikkalamiz. Tez har mavsumda, har yilda jo'natib turaylik ayamni. Shu darajada qodir qilsin. Ayamni bolalari men jo'nataman bu safar deb talashib qoladigan darajaga boraylik. Hali moliyaviy imkoniyatlarimiz shunga yetarli bo'lsin deb niyat qildik, duo qildik, Alloh nasib qilsin. Onamga o'xshab yurish menga nasib qilsin. Onamga juda ham havasim. Mashina chaqirsak mana shunaqangi selofani olinmagan yangi mashina keldi. Mazza qilib ketyapmiz. Endi yana sizlarga nimani aytib bermoqchi edim. Onamni umraga ketishlarini aytib bermoqchi edim. Aytib beraman dedim. Hali ulgurganim yo'q edi. Kutilmaganda, onam uchun ham surpriz bo'ldi bu. Ajoyib voqea bo'ldi. Aytib bermasam bo'lmaydi. Ukam ayolini, Munisa qizimni onasi bilan buvlarini ukam gaplashgan, umraga jo'natish kerak bo'lgan. Ukam gaplashib berganda o'sha paytda onamga ona siz ham borgingiz keldimi deb so'rasa, onam borib kelganlar. Borib kelganlar bilan endi unaqa joylarga yo'q deb aytsa gunoh bo'ladi deb, kimni borgingiz kelmaydi bolam deyishgan. Shunga ukam menga hali uyga yetib kelmay telefon qilib, opa ayam jo'nataylik deb. Shunaqa qilib o'rtada ikkalamiz jo'natib yubordik. Yig'layapsizmi deydi hamma qizim. Shu kuni yig'ladim, kecha-kechqurundan bir ko'zimga yosh kelib qaytdi. Kecha-kechqurundan bir Gullola bandaqa bo'ldi-da. Xayolimda o'sha biz kichkinaligimizda Shohmardonda katta bo'lganimizda, katta hovlida o'sha dadamga o'xshagan vrachlarda oilasi yashardi. Bir 7 ta 8 ta oila yashardi. O'sha yerdagi derevashka uy, o'sha yog'ochdan qilingan uy, juda ham go'zal uyda u uy. O'sha uyda bolaligimiz o'tgan. Hozir yana qaytib o'sha yerga borsamda, eshikni ochsamda, ayam bilan dadam yosh bo'lsa, o'sha yoshligi payti bo'lsa-da, eshikni ochib meni kutib olsa, singlarim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Sizlar ham o'sha bolaliklaring o'tgan joyga hozirdan 1 minutda borib qolishdi, eshikni ochsalar, ota-onalar yosh, go'zal holatda ko'rishni xohlaysizlarmi menga o'xshab? Imkoni yo'q narsa, lekin deydi, o'ylaganingiz o'zida yuragingiz bir boshqacha bo'lib ketadi. Dadajonim oxiratlari obod bo'lsin, har doim duodaman. Onajonim uchun qo'limdan kelganini qilishga harakat qilaman. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. O'sha borib qolganimni o'ylab, eslab, bir boshqacha bo'lib ketaman. Shunaqa sizlarda ham bo'ladimi? Shunaqa yo faqat mendami? Bugun syomkalarimiz bor, Xudo xolasa. Yig'lab qovoqlarimni ishirolmay. Mana kiyimlar, bir narsalar ketyapmiz. Undan tashqari yana salonda qiladigan ishlar, undan boshqa ishlar ham bor. Inshaalloh Alloh yuzimizni yorug' qilsin, hamma o'ylagan yaxshi niyatlarimizga yetkazdirsin.